alaykum hurmatli obunachilar. Bizda ish bor. Mana shu joyga stashga qilish kerak. Mana bitta eshikdan kiriladi, katta eshik. Mana bitta xo'l mana o yerdan boshlanyapti. Mana shunday uzun katta zal, katta xo'l mana. Shu bitta katta xo'lni stashga qilish kerak. Plus o'ng qo'lda birinchi xona, o'ng qo'lda bitta hammomcha, o'ng qo'lda yana bitta xona, o'ng qo'ldagi xonaning ichida bitta yana hammomcha. Ko'ryapsizlar-da, stikovata solingan, setka qo'yilgan, zasipka qilingan. Qo'yiladi stashkasi. Mana bu tomonda bitta mana zaldan kirilyapti-da. Bu o'ng tomon misoliga mana xona, hammom, xona, keyin bu tomonda hammom ham bor. Endi mana chap qo'l bo'ladi. Chap qo'lga kiriladi. Mana chap qo'lga kirasiz. Zasipka qilingan, setka tashalgan. Mana bu joy stashga bu yog'i. Ko'ryaptimi? Setkalarimiz bor. Mana qana narsalar yozilgan. Chiroyli qilingan. Bu yog'i mana bundoq. Viloyatida. Andava bo'ladi. Ishlayman deganlar bo'lsa, ishlayman deganlarga 30 ming so'mdan 1 kvadrat metri 30 ming so'mdan usta haqqi qolgan hamma materiali, non, choyini olib beramiz. Kunlik ishlayman deganlarga 200 ming so'mdan 200 ming so'mdan anaqa narsa yoziladi. Shu holatga mana shu narsa yoziladi-da, setkasi tashlanadi, zasipkasi qilinadi, setka tashlanadi, kamchosini kiradi, bu yerga quyadi. Shu ish bor mana Andijonda. Mana shundoq kiriladi. Mana shu yerdan boshlab o yoqqacha bitta zal. Shu zaldan keyin o'ng qo'lda bitta xona, bitta hammom, yana bitta xona, u xonadan keyin bitta hammom bor. Mana chap qo'lingiz. Bitta xona u yerda, u xonadan keyin bitta hammom bor. Mana yana bitta xona. Hisobda 4 ta xona, 3 ta hammom, bitta xo'l. 30 ming so'mdan kvadratiga, kunlik ishlovchilarga 200 ming so'mdan. Telefon nomerlarimiz 95 888 33 83. Kanalimizga obuna bo'ling. Hali bundan-da katta yangiliklar oldinda.